Assalamu alaykum aziz yurtdoshlarım, ekran altidagi qadrli ko'rurmanlar. Yakshanbalar xayrlik va bereketlik bo'lsin. Uyg'ur Akademiyasining Akademiya suhbatiga xush keldinglar. Bugun sizlarning huzuringizga yana bir muvaffaqiyat hikoyasini taqdim qilmoqchimiz. Hammamizga ilhom va huzur berishini umid qilaman. Bugungi programmamizning qimmatli mehmoni tirishchanligi bilan bizga kuch bergan, utuqlari bilan bizni g'ururlantirgan ikki magistr va bir doktor unvoniga ega iqtisodshunos, yuqori darajali moliya maslahatchisi Doktor Gülnaz Abdülkadir Hanım. Gülnaz Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum, rahmet. Qanday ahvalыңыз? Assalamu alaykum. Yaxshi, rahmet. Siz yaxshidingizmi? Ekran oldidagi qarindoshlarimiz yaxshidinglarmi? Hammalarning vaqt xayrli bo'lsin. Mendan hammalarga o'tliq salom. Ko'p rahmet. Siz nəhayət aldıraş ikənsiz bu programni sözləş jarayonida shuni his qildim. Bek aldıraş ishlaydi ekansiz. Mas'uliyatingizni bunun qarmay, yana bek eg'irga. Bunun qarmay programga chiqishni qabul qilib tayyorlandingiz. Sizga rahmat aytaman. Men xush bo'ldim kelganimga. Shundaq ishimiz bek aldıraş hozirgi xizmatim hozir Wall Street ishlayman. Wall Streetda Hammalar bilsam shu paychakninki, u paychak shunda istiqmolida onun qımındaq 1 minut sekund nerviri tug'il bo'lmaydi. Lekin cho'ng mablag'larni solamiz cho'ng shirkatlarga. Shu Wall Streetda 6 lisensim borda, lisensiya pravdamdiq. Shu bor. Shunda bo'lgandan night kecha kunduzni ulab ishlab ketamiz. Yomon shu oldingi 20 yil hayotim shundaq o'tdi. Uning ustiga biz bu oldi bilan shuni deb eslatib qo'yay. Bu soha nihoyatda buningki qattiq tizginlaydi bizning uchun. U prov bo'lgandan nurg'un ishlar maxfiy. Buning qonunlari nihoyatda zo'r. Shuning xiloflik qilsak bo'lmaydi, shuning ichib turishimiz kerak. Shuning uchun bundaq so'rovlarda meningki undaq keng hushyorda chiqib vatandaşlarga o tarafdan sözleşimini çeklenildi. Qılamayman. Shuning uchun burun bir necha shundaq muxbirlar sizga o'xshash mushtaq to'rdoshlar shu to'g'risida, paychak to'g'risida so'zlab turing deb necha qitim taklif qilgandi. Men uni qilamadim, undan afv so'rayman, chunki mening xizmatim shundaq cheklanlik. Undaq yomon qattiq chin. Shuning ichida agar faqat bir yerda so'zlashim to'g'ri kelsa, shu so'zlashning mazmunini cho'qim ular ko'rib chiqib, qandaq odamga qandaq so'rinda so'zgan bo'lganini ma'qul bo'lsa, unda so'zgan bo'lsa, bo'lmasa o'zim o'z bosh chiqiblam uni so'zlab ketamayman. Shuning uchun u paychak to'g'risida nurg'un bilimlar bor. Uni men pensiyaga chiqqandan keyin ayrim vatandoshlarga so'zlab berishni shu vaqt xohlayman. Bugun hamda faqatla o'zimning hayot bilenmiş burun Dünya Bankı'nı bir tanıştırıp qarindoshlarga shu ufqimni bildirib ko'rdim. Ma'qul. Ko'p rahmat. Shu iqtisod bek muhim. Siz shu iqtisod sohasida ishlayapsiz. Sizni kichik vaqtimdan tortib biletdim va tanitdim. Burun Amerikaga chiqib ketgandingiz. Nurg'un tirishchanliklaringizni angladik. Nihoyat zo'r utuqni qozondingiz. Dünya Bankası'na kirib ishlayligidek bilimni egallab layoqatli bo'ldingiz. Vazifangizmi nihoyat eg'irki hozir siz deb o'tib ketgandek nihoyat muhimki vazifalaringiz bular oson emas. Sizning tarjimonligingizni ko'rib chiqib etib bundaq yuqori yerlarda ishlashingiz va vazifa qo'yilishingizning ajablanarli va tasodiflik emasligini tonib yetdim men. Siz vatanda oliy ma'lumotga ega bo'lish bilan birga davlat atlab yanama o'rlab o'qidingiz. Abiyam deb o'tib ketganimdek Amerikada 2 magistrlik, bundan keyin doktorlikni bitiribsiz. Ko'p taraflimlik bilim qurilmasiga ega bo'lgandan sirt kasbiy jihatdami nihoyatda pishib yetilganligingizni, hozirgi vazifalaringizdan, hozirgi balki Wall Streetda mush prova elib ishlayotgan birdan bir Uyg'ur siz bo'lishingiz mumkin. Shundaq yuqori xizmatlar nima ishlab kelyapsiz. Ondan keyin hozir endi yaramliq bir Amerika grajdani bo'lish sifatingiz bilan bu davlatga qimmat yaratib beryapsiz. Mushundaq ko'p ishlarni qilib, mushundaq jiddiy ishlaringizdan mas'uliyat nihoyat eg'irki, mushundaq turib, ya'ni siz
bir ailede bir anı boluş süpütüňiz bilen balaryňyzy şundak ýakşy terbiyelep, gata koşup, qıpsiz muşunçu bala işläni siz kandak bir tarap kıla aldyňyz. Bizge öz hayatyňyzdan biraz düşendirip bergen bolsaňyz, tonuşdurgan bolsaňyz köp rahmet. Makul, rahmet. Endi ben kiçigimde ata-anam işkiz ali mektep okugan. Maňa birden bir ulgu bolgan şu apam. Apam öz hizmetçi bir ömür eştaq işledi. Biz 7 bala, men iň çoňy kız, kalan 6 inim bar. Apam bir gün nim kılmay, wagtyny särä nim toktatmay, işi berip işläp, qaytyp gelip düştü bizge tamak edip, wagtyda 6 gün işläýdi. Yeşembi gün naýykyp, kir jüýüp, bizden okuşlarymyzda ýana keçileri qarap, ondan şu yana şu özüňiz bilsiz, özümüziňki şu mällerde ölüm jitdim, toýtukym boldy, ulanyň müdüsden çykyş gerek-de. Şunu menenki obra apamyň obrazy maňa şunda bir çoň bir tömür aýal bu apam menenki mäňgi hazır tükep ýatýar jennat olsun. Mäňgi tügmeýdi bu dünýäden ketmeýdi şundak bir tömürdek aýal bizmişda bu tugan türek. Aýal bolmuşda apamdak bolsa hemme işden haberi ba, hizmet edimi ba, ýaxşy işlegen ballarnymy çoň kılıpdyk, maşinadamy iş tikip bizge kiyimlerini tikip jöndep özi. Hemmeni kılatdy-da, anam maňa bir çoň bir ulgu bolgan. Öňki apamyň keşki syňlysymy ýaxşy mekteplerde okup, ulan şu ayallar bolsa muşundak boluş gerek, ýaxşy okusa endin ýaxşy hem hizmet hem öýnüm ep bardyke digen bir hukum peýda bolgandy. Endi ben Amerika okugandan keyin bir şundak bir okatgan doktorluk okatgan wagtymda bir halgara bir ayallarnyňki konferensiýe gatnaşyp gelip şu ýerde bir sözlegen ayallar şak toýka wagtym men doktorluk okagandymda çoň kızym tugulgan wagtdy. Şunda digendi, o eger bu kesipni kılma desem aýlygyny taşlaş gerek, hem aýlyny elip hem kesipni ip beriş mümkin emas. Fakat maňa bir näçelerini körsätgende şu kesipde zat zor utuklarını kazanganlarynki hemmisi ýalňyz aýallarga. Ailesi yok, yalnız beraber ne bolmasa. Şuna ben dedim, men hem ailemni hem kesbimni ip berişni halaýma. Hiçbirisini taşlygym ýok desem, bu zor, kıyın dep şunda degendi. Özüm tirişdim şunga. Sizgendek 3 balam bar, elhamdülillah şükür balam ýaxşy okup, ýaxşy mekteplerini tutturup, ýaxşy hizmetlerde. Çoň kızım şu maliýe, maňa okşaş maliýe sahasynda mesletçi, bir çoň bankada. Oğlum computer science, coding, computernyň kodyny ýazdy. Kiçik kızım bolsa Harvard'ny tutturup, bir resmi bar Harvard tutgan. O kızım hazır doktorluk okuýardy, School of Medicine, doktor edem dawalaýar. Mani köş tuturup nim kısaňyz boldy. Resimlençi. Şu ya şu şundak bu kiçik kızım bu göründü goýna. Üç kiçik kızım bu Harvard'ny бүтegen wagtda makulugy mektebine üzüksep goýganken aýoluşym şöhret şeştak nim kılgandyk düşkäbersin. Şundak ya şundak ondan men kiçik wagtymda meni ata-anam has mektep beripdiken. Ulanyň bergen sebebi bu Xitaylar biswagandykin biz milletlerge zat olar bilen taň turup işlep, taň turup, taň kopuşnaýy täsirpat eger tilini ýaxşy bilmese ular bu zählet bildiren hayat barke. Men kiçigimde ata-anamyň hizmet aldyraşygandykin bizni tätillerde şu mumamyň öýüge, mumam buamlaryň öýüde çoň bolgandyk. Şularda hemde Uýgurça undan üýgünüp, rol ramzanlary taň kopup, taň turup ular bilen undan başlak çoň bolgandyk. Men hasiyet bagym takat ýokdy.
Yani şu vaqt adam degende de bolam hazır sapmışlarning jahan o'tib ketdi, bularning tilini bilmasa bo'zak bo'lib qoldik ya. Bundan keyin yaxshi o'qib, undan o'rlab mushlar bilan tang turma desangiz, bularning tilini yaxshi o'rganmasa, biz bularning tiliga chala, ojizlik kelimiz deb shunlarga meni 7 boshlang'ich beribdiki. Biz No'g'aygort o'tiratdik vaqtida. Keyin 6 boshlang'ich tatar maktab har millatlarning maktab qilib bir fransuz sinf, bir uyg'ur sinf, bir qozoq sinf, bir o'ris sinf qilib Başta aşkanda bizni u yoqqa yetib ketgan uyimiz shu 6 boshlang'ich yaqinroq edi No'g'aygort. Shu yerda cho'ng bo'ldik, keyin do'pigay deganlar dadamlarni yeziga tushirib yetib, aşaq nima qizi bayroq qo'ngshiga tushiribdi. Opamni buchigancha deganga chiqaribdi. 11 kampga hozir o'xshash o'ylab boqsam. Emgak kampga hozirlarni qilgancha uyimizni shunday vayron qilganda shu vaqtda opam kichik inimni ko'tirib 1 yoshga nima qilmoq ko'tni tagmagan. Elib u yoqqa yezig'i tushib ketdi ishligini, shu yezig'i berib u bolni yugab tizliq qo'yib qo'yib yiniga ashad ishlaydi ekan. Biz oyoqda dadam bilan u yoqqa tushib ketdik yezig'i. Ashta qolib men uyning cho'ngi qiz shu butun uyning ishini qilib fukulimga qarab yolg'iz qolgan vaqtlarimiz batdi. Ondan keyin o'rta maktabni 4-yurtida o'qidim. Maktabni bitirishimizga 76-yil bo'ldimi. Ondan molmi o'ldi, shu vaqtda bizni yezig'i tushiribdi degani. Shu men shu qizi bayroq qo'ngshiga tushdim shu yerda. Endi u yerda tushishimizga ham qilmagan ishlarimiz qolmadi. Ashyadan bir rasmlar bor, yeznim qilgan. Kunduzi u nima qildik? O'g'it to'shib qishning kunlari mana meshada say uzib, say terib, meva to'shib qishning kunlari yana majlis bo'lib ketdi. U yerda siribani yo'qotdik deb, meni xizmatda o'qigan qizga xancha uchun bildi ekan deb, shundaq cho'ng kichik majlislarda hammasida meni tarjimonlik qilib oldi. Shuning bilan u birdam go'ngishida, birdam shodiyda, birdam o nimada, dodiyda degandek shundaq tarjimonlik qilib ketdim. Angacha oliy maktab o'qish asli kelib imtihon beringlar dedi. Imtihon tayyorlasam vaqt yo'q bermaydi bular. Shu uyga kelib turib olgan, hatto oblastdan majlislardan tarjimonlik qilib ketdim-da. Endi o yezig'i tushgan 1 yildan sal o'sha qaraq vaqtda menga bo'lgan foydasi Uyg'urchani undan o'rganib oldim. Hatta cho'ng kichik yig'inlarda haqlar so'zlasa, bilmagan gaplarni yezilib o'kib dadamdan, opamdan so'rab, shundan keyin mayli bir vaqt tarjima qilishda shunda ustib ketdim-da, bir narsa qilaverib ish. Keyin cho'ng majlislarga qichib olgan bo'ldi dedi. Shundan men bu imtihon tayyorladim deyman, imtihon o'sha qichib imtihon qiladim deyman, bular meni qo'ymaydi, tarjimonlik qilib qo'ymaydi. Uyga kelib turib oldim. Dadam xijil bo'lib, endi qizim beringlarni saqlab turib tarjimon yo'q deb. Ashtaqman shu oliy maktabga tayyorlikni tuzib qilolmagandan. Ashtaqli imtihonni berdim. Keyin nimaga o'tib qoldim men. Shu Yezilik institutga vaqti payning shu yerda edi. Endi yo'q bag'im yo'q deyman, bormay, kelazman men qaytadan shu uyda jim o'tirib tayyorlik qilay desam, dadam menga maslahat berdi-da, qizim bular sizni qo'ymaydiganda qilib turdi. Go'ngishlik kadrlik qilib qolgan bo'ldi, meni xizmat chiqib ketdi menga. O'sha xizmat qilib keling, go'ngishlik kadrlik deb. Oblastni vaqt kadrlarni evitibdi yangidan nima qilgandan keyin u kadrlik ularga u yoqdan odam keldi, bizga mushta odam kerakdi, 2 yillik bizga kelib ishlang deb. Dadam shuni o'ylab, opam ishkisi maslahat qilib, bu yerda qolsangiz o'qimaydigandek siz, kelajaqga yana tayyorlik qilish mumkin yo'q-ku, bular qo'ymaydi-ku sizni. O uyda hammadan chiqib ketib uyda o'tirolmaysiz, chuqur bir berishim kerak-da. Deb shundan agar o'qiydigan niyatingiz bo'lsa, ya'ni keyin o'rlab o'qisangiz bo'ldi, maktab bitagandan keyin shundan ma'qul deb bordim. Shu yerda shu Xansun sinfda o'qidim, o'qigan sinfda 3 ta Uyg'ur bor, qolganlarimiz Xansunlardi. U vaqtda shu yangidan madaniyat inqilob tugab, shu bizning madaniyat inqilob 10 yil
başlanğıçda məktəb bitirişkiçə şu mədəniyyət inqilabı ötküzüb etdik də. Ondan keyin o məktəb bağancağı 77 qararla biz. 77 qarar birinci qitim imtahan berib bağalla. Okuş materiallarım tüzük yok, şu matematik, statistika, adatki özün siyasi dərslərdən başqa dərslərinin kimi iqtisadqa bulub çetan iqtisadlarga dahir mundaq materiallar yoxdu gedək. Malumlar şu özür bir yerdən izləb terişdirib bizə üretib başlap qılıb. Aslında 3 yılını ali bütlədim, aldıdan məktəb deyib qaldı malumluqqa. Şu yerdə dərs ötürğanğa, şu dərs ötdüm. Ondan keyin bizim şu Nanjing'a şu yılı əvətib, şu yerdə bütün məmləkətlik şu oxuculara dərs təyarlaydıqan kitab yazışqa əvətdi yerimiz. Mən onunla bir bab yazdım. Şu yerlərini başquruş islahat qilish to'g'risida. U yerdan qaytib kelgandan şu yazda bir amerikalik ayol bizning maktabga kelib inglizcha kurs ichibdi, dars bergan ekan. Bizning fakultet meni qatnash ta'tilda ketmaydi dedim, ma'qullab uning qatnashdim. Nanjingdan qaytib keliblam. Shuning bilan u yerda bizni ham xasuslik bo'lgandan keyin chet el tilimiz inglizcha bo'lgan uchun shuning bilan bu inglizchani o'zim xeyli yaxshi. Uyg'ur tili inglizcha yaxshi keldi-ku. Nurg'un o'xshab ketdi. Telaffuz oson bo'ldi Uyg'urlarga. Xitoylar qaraganda, o Xitoylar degan uni ahanglarini keltirmay og'rib ketdi. Men degan Uyg'urchilik ekan, bundan so'zsak bo'ldi deb o'ngay izin ketdim uni. O'rganganda u ma'lumga yarab ketibsan, men bilan berib, yana yaxshiroq o'rgan. Mana shu Henan University kayfingda shu inglizcha dars yurmamasa turg'uliq ma'lum deb maktabdan so'rab men akatdim ma'lum. Şu ma'lum bilan birga ketdim, şu ma'lum bilan bir uyda turdim, bir qiziq aka Lisa degan men bilan tangdigidak. Shundan do'st bo'lib qoldim. Shu yerda meni 3-yillik ingliz sinfga kirgizib o'qitdi. Shu 3-yillik ingliz sinfda kasbiy inglizlardan bir yil o'qib, bundan keyin qaytib kelgan kimsa chet elga o'qishga chiqish soni kelib ekan maktabdan bizningki maktabga 2 son kelgan. Bir xanso adamga menga berdi. Şuna yani Şiyan'ga kelib, Şiyan chet elda o'qish, chet el til o'qish instituti bor. Shu yerda 20 yil tayyorlik qilib, imtihon berib o'tib, undan keyin imtihonni o'tgandan keyin hamda Amerikaga chiqadigandan keyin o'zinglar iltimos qilsizlar dedi. Shu maktablarga iltimos qilib, bir 3 maktabga olib ekan. University of California, University of Michigan, undan keyin Colorado bir universitet. Şunlardan vay Florida nima University of California borgan yaxshi, u yerda dengizniki bo'yi deb shunaqa dedi, shu yerga bordim. Shuning bilan shu yerda o'qib ketdim. O'qib borgandan keyin hamda men birinchi bo'lib shu 84-yil ekanda, shu 1984-yil 9-oyda baxshitdik asli. Men 82 yil maktab bitirdim-da. 82 qishda bitirdik. Shuning bilan 9-oyda shu birimlarimiz hal bo'lmay bo'lib qolib 84-yilning yil oxiri keldik, Beijingga kelib. Shuning bilan shu birinchi islomiyni o'qitdik. Amerikaga kelsam shu Amerikada xeyli yangi yilninki chiroqlari shundaqki aeroport chiqib Amerika San Fransiskoga tushdik. Yani nima qildik, qarab, deb ajab boshqa bir gapga deb Uyg'urlarning yo'q deydi, hech kim yo'q bo'lmayman. Shunda qilaman. Yerda turgan amerikalik ayoldan Amerikani xeyli bir tushundim, o'rgandim. Ularniki madaniyatini. Yani ko'z bilan ko'rganga o'xshamaydi yana. Shundan 10 soat uchib kelsak, yana qarsam, yana shu kuniga, yana birinchi islarga tushgan, yana birinchi islarga deb uning bir hayron bo'lib vaqtlarda. Atlab chiqib baxmagandan keyin. Ashtaq bo'lib nima qilib ketgan, u yerda o'qidim. U yerda ham o'zimningki baningda o'qigan kasbimni olay demabman. Uningda shu yeziglik iqtisod boshqarishni o'qigandim. Maktab nima qildi institutda. Vaqtida o'qishni bilmadimki, bu yeziglik iqtisod boshqarish degan nima deb. Asli bu iqtisod kasbga. Faqat shu bu iqtisod kasbining asosi, undan keyin shu boshqa nimalarni qo'ygan ekanda,
yezilik mahsulotlarninki iqtisod tarafini boshqarishni to'g'risida. Men kelgandim shu University of California Davis'da degan kampusda sho'basida o'qidim. Undan shu yezilik iqtisodda o'qidim. U yerga kelgandan keyin u yerda xalqaro o'quvchilar tashkilotlari bor ekan, xalqaro klublar bor ekan. Men tushgandim, shu amerikalik oilasi menga jiq yordamlarni qildi. Ular meni buva mumada deb buva mumaylarga ular shu maktabda professorlar nimaga tushgan. Pensiyaga chiqqanlar ekanda. Şunlar sen nereden kelgan, bu Xitoydan kelganlarga o'xshamaydi ekansa, biz burun tayvanliklarni jiq ko'rgan, Xitoydan kelganlarni ancha ko'rmagan, sizlar boshqa qilgansizlar deb men ularga voy bizni shundoq bir besib olgan zimin, biz Xitoy emas, biz Uyg'ur deb ularni tushuntirib qilsam, ular shunlarni xalqaro klub orqali o'shaniki bir Davis Demokrat degan bir jurnal bordi. Shu jurnalda shu nimalarni tanishtirdi. Bundan shu mustaqil bu qiz ko'rinatamda. Ha, ko'rinadi-da. Ama Davis Demokrat degan gazetda shu 86-yil, 89-yilning gazetiga bu qiz shiraq bir yerda deb tanishtirgan bir maqol. Özüm şu Atlas Köynek topluluğunu evagandım Uygurlarını tanıştırman deb özümüzün milliy kişimlerini. Manadam şöyle eşyada gül baskan popaykalar var. Şuan infanты. Malmaşıksı Vietnamdan kelganlar ekan. Şu vaqtida hamda shundoq tanıştırıp Uygurlarni. Asaq muayyen bir sistem var. Manadaki University of Florida kelgan chaqda shundoq Horizon degan gazet bor ekan. Shuni tanishtirib Uyg'urlarning nerdan kelganligi, manadan shu, manada men yosh o'quvchi vaqtlarimda shu xalqaro klubninki Murad Bulat degan yana bir gazeti. Shundoq. Yana bir rasmat unutqapman. Amerikaga chiqishdan burun imtihondan o'tgandan keyin shu ayollar jurnali mabzum vatanning gazetlariga, jurnallarga ashtaqqa xabar oldunuz. O çağlarda hem de chet elga boradigan odamlar nihoyat oz. Siz ham de nihoyat baldur chet elga chiqib chiqdingiz. Shuning bilan xalqda bir xil qiziqish bo'pti. Ammo Amerikaga borgandan keyin yana shu Uyg'urlarni tanitish uchun nurg'un ishlarni qilibsiz-da. Şu an olayı fakat bizim bilmeydikenler şu aklar. Hiç kimni bilmeydikendik. Şu aşılık abayqı Davidson Demokrat Gazetesiga çoğun birinci betki çıkan çoğun resmin bilen çoğun makal diyor. Şu çıkan çağda şu yerde bir Uygur varken Sacramento degen yerde Arif Takim Kamlan'ınki Erkin Abdin Kamlan'ınki inisi Arslan Kameşer diken. Toy kılıp kelgenken Özbek kız bilen. Ula burun kelgenken de 64. Şu körüp men izlep kelgen. Muşta eşkiyesinden sizin körüp Uygur kelip tanıştırıptı dep sizin benim kanıtım dep eş mektepten izlep. Ovoz yo'qolib ketdimi o kadar? Gülnaze? İnternet biraz çatak bu adamda qandaq? İnternet ketib qoldi, ha?
Gülnazdem hakikaten 80-nji ýyllarymda tunji ketip galdy bitirleýe. İnternet kesildi taýlak. Gülnazdem tunji gytym Amerikalara bagan Uygurlardan boluşy mümkin. Onundan burun Amerikalyklarmy Uygurlarny pek bilmeýdik hem-de baga ýerde hakikaten Uygurlar bilen münasibetlik paaliýetlerini kylyp, gezitlerge çykyp şundak nim kupdy. Bu jarýanyny bizge sözläp berip atady, lekin internet kesilip ketip galdy. Gülnazde? Üzülüp galdygy. İnternet çatak boldumy? Samaýat ýamy goýup atdy şundamy ýa. Siz ketip galdyňyz ekrandan. Ya qarsam kopqarangy ketdi, sizmi görmediňiz, meni görmedim. Men sizin awazyňyzy uzun anlaýamay galdym, onunkin ketip galdyňyz. Dawamlaşdyraýly. Näke gentim unutup galdym. Amerikaga kelgenden keyinki faaliýetleriňizni. Näide az Uygur bakesiz baga ýerde. Şunda işler bolup ketdi. Şunuň bilen şu bir tarapdan okup, bir tarapdan şu Amerikanynki ykdysatlaryny endi şundak bir kitaplarning bu ýerdeki bilimniň jyhlygydan heýran boldum da. Biz aýadamda hiç nime ýok, özümi bir ýyldek ders ötken aýada. Ders ötken jarýandymı fakat material ýok biz ýa-da şunda kynalgandykdan ykdysatly orçetlaryň ykdysatlaryny. Bu ýakasam oy nim diýen material Yani internet çatak bowadydy. Gülnazdemniň internet kesilip galdy ýana. Awaz ýokap ketdi. Gülnazde internet ýana ýaxşy bolmaýdy-da. Şu anda Amerikanyň güçlük boluşynyň sebebi şu bilim bilen güçlük boldygy bu döwlet. Hakikaten bilim izleýdiganlar, bopmy her döwletdiki, her milletdiki eň akyllyk, tirişçan bopmy, tirişçan şunda ýaşlarny özüge jelip kıldy Amerika. Şunuň bilen olanynki bilime gelişigi ýol açdy we Amerikaga baganlaryň hemmesiniki ortak hissiýaty şu mekteplerdeki, ali mekteplerdeki kütüphanalarynyň naýdy bay boluşy, naýdy nurgun sahalar bilen münasibetlik kadymdan tatyp hazyrgaça kitaplaryň saklanganlygy, şu kitaplar bilen halygyny şu elip okup eger şu bilim izleýmeli dep bagan bolsa, kaýsy sahada bolsun nurgun ilgi material bilen täminleşi, onundan kin o mekteplerni tögütüp çykandan kin ýaxşy şaraitler bilen, ýokary maaşlar bilen işletişi. Şunuň üçin Amerika belki hazır naýdy güçlük bir döwlet bolup dünýäni sorap oturdy dep oýlaýmy. Gülnazemniň deginiga okşaş, hakikaten bu ýerge bagandan kin tunja heýran bolgan näsleri şu kitaphanalarynyň naýdy bay boluşy, naýdy nurgun materialyň boluşy da hemde. Onuň üstüge Gülnazdem ve şu deýmetlik ýaşlarymız biziň Uygur ýaşlarymız Hytaýnyň keligi meden inqilaby sebäbinden bütünlei okuşdan kalgan, bilimden uzaklaşıp ketken, hatta mektepler takılıp kalgan, ak kagaz tapşırış şerep degen bir Hytaýnynki peşiden ketip kalgan bir devrini yaşadı bizninki yaşlarımız. Nurgunlary yezik çüp ketdi. Nurgunlary özünki en güzel yaşlyk baharda bilim bilen şugullanmasyn naýdy özüni bir selki kereksiz adamga okşaş his kılıp, nurgunlary ümitsizlenip weýran bolup ketken ýaşlarymyz boldy. Şundaq jarýanda, ýani Gülnazdem mektepden uzaklaşyp, ýezlagy düşüp, onundan kin şu ýerlerden ýani tirişip,
Amerikaga berip, onundan keyin haqiqatan mektep degen mundaq boldike, bilim aladigan şarait mundaq boldike, asli döwlet degen mundaq boldike degen narsalarni his qilgan gapda u yerda. Bu hamda keyingi vaqtlardami, Xitoydami nurg'un qitim yana shu yaşlarninki bizning yaşlarni nabut qilish, ondan keyin yeziga tushirish ahvollari qayta takrorlandi. Bayı Gülnazdem deganga o'xshash o'zining ota-onasini yana shu chog'larda kampga deb his qildim degan gapni dedi. Shu vaqtlardami mush kamplar batdi. Nurg'un bizning ziyolilarimiz mush kamplarda jig'velingan, ondan keyin tarımga palangan mushundaq sharoitdan keyin Amerikaga borgandan keyin Gülnazdem haqiqatan bunchalar ko'p bilim, kitapxonalar ajoyib materiallar bilan ta'minlandi. Shundaqmi? Gülnazir, siz yani internet kesilib ketib qoldi. Men sizning gapingizni davomlashtirib biroz tushuncha beraman. Rahmat. Meydi qanday yağmur yağıdı havada qilan bulut başlığın şuna batında bulmadı faqat. Apple sorayman qanday nimiş bunda bo'ladi durmudum. Bilimlarni men cho'qim qaytib borgan demaydi, o'qituvchi bo'lgandan muallim bo'lgan men berib dars o'tirgan odamda har xil shu har bir o'qigan darsimninki materiallarini to'plab o'zim uningki bolalarga qildigan uyda ishlaydigan topshiriqlarni tayyorlab madarsini tuzsam bo'lgan, madarsini o'ssam bo'lgan, mani o'ssam bo'lgan deb shunda bir xo'shallik bilan ularni shunday yig'ib nim qildim. Anadan keyin doktorlik buni bitagandan keyin doktorlik o'qishga iltimos qilishni nim qildim men. Cho'qim shu o'qish tugich o'qiyman, bilim baxshi qilib to'xtab qolsa bo'lmaydi. Aran topdim bu bilimni. Debam kichigimizdan bir undajıq kitaplarni, bundajıq kitapxonlarni, materiallarni ko'rib baxmaganda. Shunda bir bu bilim uchun biz shunda bir osh qolgan odam degandik-da. Shunda dum tushgandik. Ashta qilib nim qildik, undan keyin orliqda men shu master birinchi masterimninki shu iqtisodda agriculture economics deydi. İqtisod boshqarish. Onu bitirish aldida dadam bir qattiq og'rib kelib, men vatanga qaytish meningki to'g'ri kelib qolib, shu vatanga qaytdim. Qaytgandan keyin shu borgandan keyin mashinamizdagi tonish bilishlar, ma'lumlar anglab kelib, men bilan ko'rishib, o vaqtida 87-yil edi. Chet elda o'qib kelib Amerikaga birisi deb maktabga bolalarga so'zlab bersangiz deb shundaq bir orzu qilib ketdi, ma'qul deb shu ma'limimizga 500 to'g'ri so'zlab berdim. Birinchi bo'lib degandiki bir so'z degandikanlar bu xabar butun G'ulji shaharga dan ketib shunga hamma maktablar meni o'ta xizmatda uyda dadam yo'qligini kelgan bo'lgan bo'lsammi shundan axir bo'lmay shu cho'ng bir klubda bir ish qildim. Shu vaqtdagi o'tir maktab to'liq o'qigan o'quvchilarni chiqib shu yerda ma'rifdan o'rlashtirib shu Uyg'ur bolalarga so'zlab qanday qilsa o'qidi, qanday imtihon berdingiz, qaysi yo'llar bor bolalarga ilhom bo'lsin deb. Shu yerda shu so'zladim bir necha qaytim. Keyin shu Amerikaga kelgandan keyin shu bir 10 yillar o'tgan keyin men Amerikaga kelganim 36 yil o'tdi. O vaqt degan shunda o'tib ketgan men ko'proq hayotim Amerikada o'tdi-da, vatanga qaragan chog'da. U yerda bola chiqib ketdik, maktabni bitiriblam. Keyingi biz 10-20 yil o'tgan keyin shu yerdan Yapondan, Yevropadan, u yerdan Turkiyadan degandek shu internetlar, Facebooklar ochilgandan keyin bolalardan ancha-muncha xabar keldi menga. Gulnazda biz shu vaqtda 87-yilda sizning leksiyalaringizni olgandik. Biz Amerikaga Amerikaga chiqdik, Yaponga chiqdik, Turkiya, bu yerga degan bir nechalar mushtaq yozdi menga xatlarni. Hammasiga ayrim javoblarni beramadim vaqtida. Shuning uchun undan Apple so'rayman tuvanchilik bilan. Chunki men bir ana 3 bola bilan ham o'qib ham faqat xizmatim bo'ldi. Dunyo banki xizmat men keyin so'zlab turman. Faqat uyda turmay davomli sirtda bo'lib ketdim-chi. Shunda ishlar bo'lib ketdi. Ishlarni hammasini Apple so'rayman. Qo'shildim.
Şunçilik Rossiya sözü gəldirim, şunçilik ballarga təsir bolub, çətdi çıxıb şularımız oqıqallarga nayt xoş oldu. Şunda. Şu vaxtda da mən deməkdə bir iki parça rəsmim bolduğan mən Bu köz keçip qoyam. kaldı ya. İnternet üzülgenden keyin sizinki başkadan share kılışınız gerek o değil mi? Hem beherlisiniz başkadan. Hə, şunda mı? Siz. Onu əyə kırıp share qılandım. Şimdi siz Amerika'da okugan biliminiz ne? Onun keyin vatandaki yaşlar üçün mü işlettiniz degen gapda bu. Şu vətəndəki yaşlar üçün həm də bir kiçikine faydası olub qaldı bir tərəfdən degan şu vətəngi bir qılğan tökbününki birisi olub qaldı degəndəkdə həm də ma çıxdı mı? Çıxmadı. Üzəmdə görünüp atıdı. Ya abay kez qalğandı kel, yəni başqadan qilish to'g'ri qaldı ekan-da, ama application deganni qilish kerak. Application qilib share deb anadan keyin mayaga kirib endi qisam chiqandiki. Hazır görünmedi yana. Hazır tek görünmedi. Share screen degandan keyin nima qilasiz o deymi? Şu yuqoridagi nemaning ikkinchisini tanlasangiz. Endi men qilib boqayin. Endi keldi. Muşkizlar şu vaqtda şu vatan berib so'zlagandan keyin shu iligizatlarning Uyg'ur chiqan so'chisiga ama opam dadam 87 yil 3-oydan opam dadam şu vaqtdagi mayadagi işte bir neçə gezlərə ondan keyin 88 yili bu ayollar jurnalga şu Abdum rayonunda bir neçə dokladlarni qilgan shundaq shunda bir ta'sirlar bo'libdi maktabda o'qigan chog'da. Men keyin qaytib keldim, vatandan qaytib kelgandan keyin doktorlikni University of Florida Gainesville'ga kelib o'qidim. U yerda ozuqluq va tabiiy boyliqni boshqarish kasbida. U yerda o'qib, men undan keyin bu dissertasiya yozgan chog'da şu dissertasiyaga bir professor kerakchi, bir guruh professor kerak. Shuni sizni yetaklab mangdigan. Shuningdan mening yozdigan topikimga bir yaxshi bir professor chiqmay qoldi. Chiqmay qolib, shundan shu yoqda bir professor Dünya Bankidan kelgan ayol professorga. Bu Dünya Bankida ishlaydigan shu yaniki senior economist ekandiq. Şu sabbatical deydi o'ylagan nima maktabdan professor bir yil maktabdan neri turib boshqa bir yerlarga tadqiq qilib keldi u. Türkiyədə şundaq varmı, yoxmu Amerikada şundaq var sabbatical degan. Türkiyədə ondaq tüzüm yox, başqa şəhərlərdə şundaq tüzüm var ki. Şundaq kəpdi bir yıllık kelib bu ay o müəllim professor mən bilan görüşüb ben seni görüp üzərimdən yaş vaxtım nisbatım. O Hindistan gələn gəl, buranın Hindistandan kelib şu Cornell oxugan gəndə, Cornellda doktorluq oxub keyin Dünya Bankida işte ekonomistlik işləyən gəl. Ben seni görüp özümden yaş vaxtım nisbatım. Bizim işte 3-cü dünyadan gələn ayollar hem Amerikada oxub, doktorluq oxub, hem 3-cü dünyanın əhvalını ondan düşündüğünlər aytı az. Sen bunu da oxumayma, o business school'dan, şu məktəbin özündə bir economic finance var, finance maliye bilen şu xalqara soğudu toğrusıdır. Aşnağı özgərtken mən şu dissertation committee'ndə turub mən rəhbərlik qılıb birisi olub şu yoqqa özgərtken dedim, maqul da onunki gepi boyunca, təlim tərbiyəsi boyunca şu yoqqa özgərtdim. O başqa bir fakültədir. Başqa bir fakültə business school. Şunlarını qısam, malı bizdənki ozuqluq, təbii baylıqını başqırış fakültə siz oxuğan kreditlər, yəni bir mahsur aldığanğa yetib işib getdi. Bir eləqə yeziqçi imtihan bilən, iğılçı imtihan verəmsiz, ya bir maqal yazsanız, şunlarla yəni bir nima aldığanğa boldu degan ki, o maqal yazış uzun vaqt getdi, o mən imtihanla verək deb bir vaz təyərlik qılıblar, mənim yeziqçi 4 saatlıq bir yeziqçi imtihanı ondan keyin
2 saatlik bir grup professorlar şu İngilizce imtahan aldı. Söz otuqcu. Şimdi bədim ondan ötdüm sonlarında yeni bir master'ınki ki bağını şu, ikinci master'ınki. Qayla sordu, məndən burunqu söhbətlərdim Amerika xidmətdə baxışında təsmin üçün 2 master oxudunuz dəbçü. İkinci master'ınki işində buğandı. Ondan kin o business school doktorluq oxudum. Onun dışı bir grup. Asas dərsimi aldım, abay deyəndə ekonomikninki asasi serisi, nəzəriyyəsi oxşaşdı. Faqat doktorluqdan ki asasi dərsi oxşaş buğan oxşaş. Mən kiçik qızım doktorluq oxudu. 5 ildən işləmiş oxşaş dərs oxudu ki, anladım ki başqaylıq nimələrə özgürdük ki, göz doktoru olan məsələn diş doktoru emas, göz doktoru, aşqazan doktoru, ürək doktoru da mümkün tərəfi qılırken ki, asasi nəməsi oxşaş həməsinin ki məzmunu. Teorisi oxşaş, nəzəriyyəsi. Nəzəriyyəsi oxşaş. Ondan ki başqa ayaqlığa şaxlap oxuyursuz da başqa tərəflərə tərəfi qılır. Mən ondan çox xalqara finance bilən şu xalqara soğudu sahat başvuruşun ki onun qıldım. Şu an üyədə dissertasiyəni yazdım. Şu dissertasiya yazğan çağda dissertasiya yazğanda deyib yoxab getdiniz yana. Mau dissertasiya şahslaşdı. İnternet yana yaxşı bo'lmayotidu. Diplomasını ko'rsatdi-ku deymi? Gulnozam, ha? Gulnoza? Ovozingiz yo'qolib ketdi yana. Bugün Amerikada toza yaxshi emas o'xshaydi havo ahvoli, yomg'ir yog'ayotidi degandi boya. Internet uzilib turyotidi. Kesilib turyotidi. Ha, endi keldingiz yana. Ovozimni anglatamsiz, Gulnoza? Ovoz yo'qolib ketdimi? Gulnoza? Yo'qolib ketdingiz, bu da men bor. Shundaymi? Ha. Men sizni ko'ramadim. Sizni ko'raman. Neymişkimdə var. Mən qarşısam mənim Wi-Fi-ım turdu. Mən turmam, siz yoxqa getdiniz. Ha. Acayip işler oldu. Bunda bulmak ki mən müşiyədə işləyimə davamlıq idarənin olsaq internet ilə. Bu bulsa müşiyyə mənə neyməninki, dissertasiyanınki. Səlmaya qaraq solğa. 96-cı il, 93-cü il neyməqan. Bununki tabii ki şu Çayna'nınki kurulma. Asasi özgürlüş mahsusi özünki yiza iqtisadlığa bulğan təsiri xalqara soğuda. Şununda faqat matematik bilen onu ispat qılıb çıxarğan modullarda. Şunda. Bundan şunların şu biz mən yəni bir dəb qoyğan yerim biz şu doktorluq programını başlayan çağda onumuz başlayandık. Onun için yapıllıqlanma, Amerikalı qartənlik, axtənlik, Tayvandinki əgəmi var, işte hər millətninki ədəmləri var.
Karabiyandan kelgan bu. Eng axir bitirganimizda ikkimiz bitirib chiqdik. Birisi men, yani bir aq ayol otdi. Onun sebebi nurgullarga mush jarayonda necha imtihonlar bor, qualify imtihon degan, layoqat qildigan imtihon. Ularni o'tamagan. 8 saatlik imtihon var, 2 qatim. Yani ya gayları eg'iz imtihondan o'tamagan, ya gayları dissertasiyaningki, cho'qim bu dissertasiyada Amerikada yozishda o'zingizni bir ijodingiz bo'lishi kerak. Yangi bir narsani o'tirib qo'yish kerak-da. Asli, original. Ya bu yerdan nim qilgan haq Ben shunda bo'lishi kerak. Bir to'xtada şu endi dissertasiya endi yangi bir fikrni o'tirib qo'yish kerak-da. Amerikada bu texmi shundaq bo'lishi kerak. Magisterlik yoki doktorlik o'qish oson emas. Bizdimi nurg'un boshlaganlar bek jiq bo'ldi, hamda bitirib diplom olganlar bek hammasi bitirib ketamaydi ekan. Bu yerlerdimi bek tez biz taraflarda hamda asosan nazariyani asos qilmas hamda men o'zim ijtimoiy fan nimasidan olsam. İctimai fəndimi Gülnazəm degəndək materiallar bek jiq emas. Özümüz xalagan materialni görüb, oqub, mındaq qılmaqaşqa hamda. Chet el kelgandan keyin haqiqatan o'qishninki oson emasligini men his qilgan. Magisterlik o'qish, doktorlikni tugutish hamda oson emas. Bizning sohadimi cho'qim bir asar, ikki asar magisterlikda va doktorlikda ikki kitob deb qarasak bo'ladi. Shuni yezib chiqish kerak-da hamda. Bo'lmasa onu tugutib diplom elish bek tezki to'xtaydigan gap. Gülnazemninki hayotidan qaragan vaqtida haqiqatan o'zimni aytib tirishchan ham ailesiniki to'g'ri maslahati bilan, ondan keyin hayotida uchrashgan odamlarmi nayt yaxshi maslahatlarni berib, yaxshi tarafdan ta'minlab ma'lumot berib, mushu kasb sana texmi yaxshi, mushu kasbda o'qigan deganga o'xshashchu chet ellik do'stlarim ayt yaxshi maslahatlarni beribdi. Bu nima uchun mushtaq bo'ldi? Haqiqatan ko'pimiz mushundaq yordamga muhtoj bo'lamiz ma'lum hayotimizdagi, bo'pmayliq yosh vaqtlarimizda o'zimizning kasbimizni tanlamagan vaqtlarimizda yoki nima ish qilsam bo'ladi degan shu o'tirib qilib qolgan bir mezgil oldi odamlarda shundaq vaqtlarimizda. Bu iliq aqlliq, cho'qim iliq kelajagi bor odamlarga shu o'qituvchilar bo'lsin yoki atrofidagi boshqa iliq peshqadamlar bo'lsin, cho'qim agar bu yoshninki qalb qila oladiganligiga ishonsa, shunga o'xshash yordamlarni aymaydi ekanda. Gülnazemning hayotida buni ko'rib yetdik. Ammo Gülnazemning yana bir qimmatli tarafi izchil o'ziniki ishlangan kasbida, bu iqtisod ta vatandagi vaqtini tatib shuning bir uchidan tutib keldi. Shuni tashlamay shu sohada o'ziniki oliy ma'lumotli bo'lishga tirishish, o'ziniki ma'lumotini ko'paytirish. Ondan keyin hem aile, mening hayran bo'lganim, hem 3 bola, hem shundaq nayti tasbir sohada hem master o'qib, hem doktorlik o'qib, ondan keyin agar hozir qaytib kelsa, balki Dünya Bankasının tavsiyali shu jarayonlarni deb bermoqchi. Dünya Bankası bilan munosabatlik bizning nayti az bilimimiz var. Bu bankimi yoki boshqa bir qurilishmi, tashkilotmi? Bunun nemisini toz o'qimaymiz biz hamda. Biz pul qo'ydiganmi yoki qandaqga? Bular haqida nayti yaxshi tavsiyali ma'lumotni bermoqchi.
Yani biraz saxlap baqaylı emdi. Eğer internetde oňşulyp qalsa, yani qayt kirse, yani paraňlaşamyz. Dünya Bankası'da işleş asan emes. Naýat qattyk işlegenken, naýat qattyk işlep, bütün keç gündüzüne berip şundaq işlegenke. Ondan keyin nurgun döwletlerle münasibetli bir organ dep oýlaýmyn. Men nurgun döwletlerge Afrika, Asya, Ýewropa, ondan keyin Amerika däsi şu nurgun meblagny dünýäni hemde nem kılatkan dünýäni idare kılatkan dünýäge hüküm kılatkan nerse pul. Bunu hemmimiz bilimiz. Muşundaq neçe milyon, neçe milyar pulny nem kılış, başguruş. Bu pullarning qaýerga qandaq işletildiganlygy hakynda akyl pikir beriş, bir çoň bir bankada, Dünya Bankasyda işleş asan emes. Özüninkiligi nurgun belkim Uygur boluşumu bunundan aýtdy çoň paýdy elip kelgen boluşy mümkin. Çünki başga bir medeniýet çoň bolup, nurgun medeniýetlerini körüp, bildigan närsleri köp. Amerikada men muşu Gülnazemninki terjemahalyny biraz nem kıldım emdi. İznip baktım terjemaly hakynda. Felsefeden çokum doktorluk okugan her kandak kişi çokum özün kesbili bilen muş felsefedemi bir doktorluk derecesige yakın birinin bilen onundikin mektepini pütürüp alalaydıkende diplom alalaydıkken. Bu felsefe bek muhim. Hem de felsefe degen dair naýdym kän bir bilim. Bunun içinde matematikinin felsefesi oldu, til edebiyatynyň felsefesi oldu, dinniň felsefesi oldu, iqtisadynyň çokum şu felsefesi bar. Bu felsefe asasy da ondan keyin başga bilimlerini özleşdirip, ondan keyin tehim ýaxşy jary kıldyryp özüniň roluny şundaq kıldy ki, hem bu Amerikada okuganlar belki bunu ýaxşyrak bilişi mümkin. Meniň düşüncem hem de meýli kandaklamasa muş felsefede çokum yani bir doktorluk derecesine ağıdak şundaq bir seviyede boluş gerekkende qarsak hem de felsefe olmazlık dersler bar. Bu bek muhim hem de felsefeci bu hemme närseni bilimninki felsefesi, bilimniň felsefesini ügünüş, ondan keyin men degen okşaş aşak yan tarmaklar bilen birlik koşup muşu jehetden hem de Gülnazemninki özün Uygur ailede çoň boluşy, Uygurcuny bilişi, ondan keyin Xitayca okuşy, Xitayninki bäzi alahydyliklerini bilişi, ondan keyin Amerikaga kelişi, Amerika medeniýetini ügünişi, ondan keyin tilini ügünişi, özüniň kesbide algy bilişi, muşundaq nurgun amillar birleşip hem de Gülnazemninki naýty galibilik, neticelik bir iqtisadçylaş boluşyga asas sagan dep oýlaýmyn. Gülnaze, hoş geldiniz. Vay, bu hoş buldum. Rahmet edip bir bop ketdi bu internet. Nime şunda bolganda men üzem çıkıp durmaz. Sizni görmeýän mende sizin garyp ketdi. Ha. Şu bundaq bop bakmagan hava raýy bilen münasibetlik boluşy mümkin. Bäzi şamal çykyp ýamgyr ýagyp ýetken wagtda internet müştak bolup kaldy. Şundan dep oýlaýmyn emdi. İnternet ýa çatak bolýardy diýme, ha? Ben yokap gitwatamdym, ya Gülnazem ketip gelatamdy. Men özüm sözlepli ketdim. Men ekranda özümni bar dep oýlaýmyn. Gülnaze? Kayıp Awazyňyz kepatdy, lekin özük.
Yana ketip kaldı. Hemen yalnız kaldım. Hazır hem Gülnaz'dan kıvatkan işi Wall Street, bütün dünyanınki iqtisat merkezi, bütün dünyanınki iqtisadi şiyedin başkurulatkan nayt mühim bir merkez. Üyede hem de üyede işleş için prav eliş gerekke. Şu pravsın baki Gülnaz'danki hazır nayt işimi bek ali məsləhətçilik, məbləğ selişqa ali məsləhətçilik bir vəzifəsi var ki, həmdə Uyğurca tərcümə qısaq. Şu xidmətlərini nəhayət yaxşı ep verib etibdi. Dünya Bankası'daki işləş cərəyanını həmimiz bilimiz, bizni hayacanlandırğan, bizni qürurlandırğan bir vəzifə həmdə Dünya Bankası'da. Dünya Bankası həmdə şu Gülnaz bilan bu proqramını tayarlaş jarayonida his qilishimcha hamda biz bildigan ha shundaqa Gulnaz xonimning interneti problem unda xos men borkan menda ekranda ko'p rahmat men bormi yo'qmi degandim bir nima keldi mesaj rahmat şu Dünya Bankası'da hem de bankası biz bildiğin banka emasga bu hem de bütün dünyaga dünyanınki iqtisadını eğer Amerika hazır dünyanı sorawatkan birinci devlet dep qarsak şu bütün dünyanınki iqtisadını planlap özleriyle halaydigan devletler yardam kılıp degen okşaş aşındaq bir nimike dep oyladım hem de biz bildiğin mənide bir bankı emasga hamda onu Gülnaz'ın ağzından anlagan bolsaq bek yaxşı bolatdy, lekin internet hakikaten yaxşı bolmay qaldı. Gülnaz'ım yani bir 2 minut saqlap baqay eğer yani nim qılamasa eğer Gülnaz'dan bu programımızı mişede ahırlaştırışqa mecbur bolime. Ve bu Gülnaz'ımınki hayatı hazır hamda Uygurların ahvalını bilisile. Uygurlarınki bu programda başına ahır men hamda Uygur medeniyeti, maddi medeniyeti, manevi medeniyeti şu temalarını asas kılıp nurgun mehmanlarımni şu ekranda qabul kılıp sizler bilen yüz görüştürüp Uygur tarixini, medeniyetini, onun Uygurlarınki qandaq bir millet ekanligini oturup qoyuş tırışqandım. Şu Gülnaz'ımga okşaş bizge ilham berdigan naiti özün kesbide dünyavi seviyede galiba kazangan, utuq kazangan ziyalilerimizle tanıştırışqa tirişip kevatime. Şunu bu bizim şu Gülnaz'ımga okşaş kişilerimiz maňa şunu his kıldırdı. Biz emdi nait tırıştan bir millet, nait tırışan bir millet. Onun denkin yeni medeniyetlerini derhal özleştirip, yeni bilimni özleştirip, bilimge abiyam degen okşaş Gülnaz'dan. Bilimge aç kep kaldık nurgun uzun yıllar. Kadimki devirlerden qaraydigan bolsak, şunda ilim irfanda nait taraqqan bir devirlerimiz bolgan. O çağlarda kudretlik devletlerini kuraldık. Bilimden ayrılıp qalgan wagtlarymızda emdi nememiz taqdirimiz yaxşı bolmady, taqdirimiz yaxşı bolmady. Hazırmı emdi bilim bile belkim yani qayt gülünüş imkaniyetimiz bar. Çünki bir näselenin ýylyk sebäbini üçin, nime üçin biz müştaq bolup galdyk degenden haqiqy sebäbini tunup ýetgen wagtymyzda onun dekin onu yaxşylaşqa yüzlenimiz. Şu çağda onun dekin özümüzninki meselelerimizge ne dawalyalaymiz, özümüzün keselimizin dawalyalaymiz. Bunu nim bilen kıla alaymiz şu tecrübeler bilen, burullarına yazıp ketken kitapları bilen, bizninki okuşumuz bilen, bilim bilen, onunki özümüzün yaxşılığı dawalyalaymiz, onunki özümüzni yaxşı bir ýerge ekilelaymiz. Gepnin kısqasy şu bizninki muştaq galiba kazangan, utuq kazangan ziyalilerimizniki hayatydan qaraydigan bolsak, bizninki Uygurlarnınki kılamaýdygan iş ýok. Eger pursatly bolsa, biz bu pursatny ganimet biledigan bir nememiz barçy, bizninki pursatlarynyň içinden naýetli utuq galiba kazanyp nurgun işlerini kıla alaytganymyz. Şundaq Dünya Bankasygaça berip işleýärleýmiz hemde. Hoş geldiniz tekrar Gülnaz, mikrofonunuzu açıversanız.
Şu ben bir başka kompüter yütküdüm qarang. Ha. Ha, yaxshi qipsiz. Yo'lchiman kompütersini ayaqdan akirgizdim. Bu bak qarang o'tirdi Ya. qo'ygan. Shunda yaxshi Qarang'umi? chiqadi sizga. Yo'q emas, yaxshi. Men shu qarang'uda ko'rinyapti o'zimga. Men mani o'chirayman kompüterni chunki bu kompüterning masalasi debmi qoldimchu, qarsam nemishki bunda bo'laverdi debchu. Balkim. Hozir o'sha yaxshi kelyapti. Ovozingizmi yaxshi, ko'rinishini Shundamikin deb men kompüterni yutkazman. O'zimning ishlaydigan kompüterni ishlatib olmaydi. Ondan keyin bu yo'lchimning ishlatigan kompütersi. Shundan buni o'zgartirib qo'ydim. Shundan o gapimninki yerimida endi shu Abay degan gapingizga ulab biz hamda men Xitoyda o'qigandan keyin Xitoylarning psixikini bak bilmaychi, Uyg'urlarni do'tillaydi bular. Albatta Uyg'urlarcha senda xansuj gap qildiganlarni biz ko'rmagandik. Undaqda bunda biladi. Shu o'qibisi har qanday biz do'tamas deb ishtalar to'lsiq shatdik biz ular bilan. Ushoq tilni hammasi bilgandan keyin biz toz ular bilan tang turib qattiq so'qishatdik ular bilan. Yana teydigan gaplar bilan. Shu Amerikaga kelgandan keyin shuni his qilib qoldim o'zim. 10 odamning ichida ikkimiz turibdik. Men yana nalarda o'qib kelganman. 6-boshlang'ich, 7-o'rta, 4-o'rtada yani Meshat Musa bilan tang turib imtihonlardan o'tib 10 odamning ichida ikkimiz turibdik. Bizga chiqib fursat bo'lsa, cho'qim nim qilmizga g'alba qozonolmayotganmiz deb shunday his qilib kelgandim. Shuning uchun bolalarimga shunday tarbiya qilmanda, bolalar ularimiz bilan yaxshi o'qinglar. Cho'qim biz aqlli millat haqning oldida bog'imiz oldida tura olamiz deb. Ondan keyin buni dissertatsiyani tutagandan keyin Abay ko'rsatdim. Bilan nima bo'ldi ko'rsatgan qo'llarni qancha tashlab qo'ydim nima. Shu uni presentation shu bir komediyaga berib nima qilib bundan keyin ular bilan ko'rishib tushibdi. Shuni qilgan chog'dan bitirib betib chiqqandan keyin sizga mundaq bir nima ishning ichiga sep qo'yib ekanda men ko'rdimki finally done. Finally done degan PhD degan mashq xat ko'rindi ekan. Endi Amerikada finally degan oxiri tugatdim degan gap. Unda F degan xat yozilgan, mana PhD deb ana o'xshash chiqsin deb shuni dissertatsiya qilib sep qo'yib ekan. Shuni hayron qolgandim. Oxiri tugatdim uzun yo'llarni mengib debchi. Buldum shunun bilan bu dissertatsiyani Dünya Bankı'da işledim ben. Nemisin tadqiqat. 90-yildan boshlablam darsdan asos darslarni tugatgandan keyin Amerika darsi o'tdi uchun işte nima PhD'ning o'qishida. Lekin shu Dünya Bankı'ga kelib shu yerda hamma sanskritlar kerak bo'lgan tadqiqot reallashyapti. 90-yildan boshlab shu yerda ishladim. Dünya Bankı'da 10 yıl işledim de. Hem de bu haklar sordu meden demiş ki siz bu tabii baylıqını, iqtisadını, başquruşlarını yaxşı görüp qaldınız. Amerika kelgəndə kim baş kəsiblər acıq gəlmiş özgərtmədiniz deb. Amerika kelgəndə oxuş jarayonida men bir Henry Kissinger'dan baxışım bir 78-ci yil yazğan nimisi var ekan. Shuningki bir gapi ko'rib menga taslandida u dedigini kim ozuqni tizginlasa shu xalqni tizginlaydi. Energiyani tizginlasa shu butun bir qit'ani tizginlaydi. Kim pulni tizginlasa shu butun dunyoni qo'lda tutib turadi degan. Shuni ko'rib men bu ozuqliq tabii baylık, energiya, pul degan odam uchun bir millat qurish uchun, bir davlat qurish uchun bizning vatanda buzmishlar hammasiga tabiiy boylig'imizni aytdi ko'p, mo'l. Ammo shuni qanday boshqarish, kimni qo'liga tushib ketish aytdi bir cho'ng muqimga buni o'rganish kerak ekan deb shunga bak qiziqib ketgandim.
Şunu nima qildim, lekin Dunyo bankiga kelgandan keyinmi Dünya Bankası qanday keldiniz? Dünya Bankası ve şu doktorluk ma dissertasiyani yozgan chog'imda shu tadqiq keldim. Kelgandan keyin meni mashhad ishlab qol dedi. Tadqiqim tugab kitoblarni yozib bo'lgandan keyin anadan keyin bular men bir mavsum vaqt so'rab, men qaytib berib bu dissertasiyani yoqlab maktabdan tutish marosimlarini tutishim kerak degandan keyin ular bilan menga ruxsat berdim, qaytib kelib bir imtihon bor ekan ularga berdigan. Dunyo banki bir imtihon bor ekan, shu imtihonga qatnashdim. Qatnashgandan keyin shu imtihondan o'tib, undan keyin bularning programmasiga kirdim, economist bo'lib. Kirib men oldida shu Xitoy Osiyo bo'limida ishladim-da. Osiyo bo'limida asosiyatdan vaqtida Xitoyda yangidan kambag'alchilikdan bosh ko'tarmay shularga yordam qilish ekanda. Shuningga Dünya Bankasıya shundoq yordam qiladigan bir yermi? Dunyo banki mazroq tushuntirib o'tdi shu yerda. Dunyo banki bu bir cho'ng xalqaro tashkiloti. Bu Birleşken Devletler bilan beraber turadigan aloqasi bor tashkilot. Bu Dunyo bankida ishlaganlarmi mushtaq nimaninki xalqaro tashkilotininki mundaq lazapasay deydi. Bu pasport deb, ko'k pasport deb qo'yamiz. Diplomatik pasport ishlatadi. Buningda mana bu pasportimga vaqt o'tib ketdi, uni ishlamagandan keyin men nima qilyaptim? Buning ichida shu o'z vaqtida mana rasmlarim bor. Buning ichida andaq 7-8 xil cho'ng davlatlarninki nimasi bor. Qaytada yezg'iliqdan da ko'rinmamni bilmayman. Bunday qilsa. Bunda Arabcha, Xitoycha, Inglizcha, Ruscha, Fransuzcha, yana nima tillar kimi Latincha xatlarda bu pasport tutganlarga hurmat bildirishlar, har qanday qiyinchilik vaqtida bularga o'ng'ayliqlarni keltirib berishlar degan xalqaro birlashgan davlatlar tashkilotininki shundoq tuzumlari bo'yicha nima qilmoqdirsa buni berganning sababi bu sirtqi chiqib ishlagandan keyin shu tambonchilardan nimalardan o'tgan chog'da mana bunday ko'rsatsalar o'zimizning davlatimizning pasporti bilan mana ikkisini birga ko'rsatishimiz uchun degan bizni to'smaylam o'tkaziydi. Shuning uchun ishimizga ma'nimiz. Masalan, bunun kuchini bu Yevropalardan o'tganlarda anchim bilib ketmadim, faqat o'ng'ayga mizomni o'tishgan. Shu Olmaotaga berib, shu yillari Olmaotada bir proyekt uni ishlab, undan keyin vatanga shu Olmaotaning qo'rg'osida o'tgan chog'da shunda test o'tkazdi, o'tmak yomon test. Shu yerda shu Tambujuton rus bolalarga ruschasini o'qitib qo'ysak, gap qilmayli o'tkazayotgan uchun shu vaqtda ko'rgan tuqum. Shunday bir diplomatik pasportimiz bor-da ko'tirib olgan. Bu davlat birlashgan nima? Dunyo bankasi degan shu 189 davlatninki a'zolik bir tashkilot. Uningda 30 davlatda tarkib topgan, 180 davlatdan tarkib topgan. Ular hammasiga membership deydi, pul to'laydi, a'zo badal to'laydi. Badalninki jiq oziga qarab, ularninki kuchining jiq ashunga ovozining qanchaligini biladi. Undan keyin uning ichida 130 davlatda 170 davlatninki odamlari shu yerda ishlaydi. Har yerdan kelgan odamlar. 130 davlatda ularninki sho'balari bor. Masalan, O'zbek Toshkentda bor, Olmaotada bor, men ishlab boqqan oyoqlarda uchun endi bor, Urumchida yo'q. Shundoq. O Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ichida uning oldida yana 5 tashkilot bor. Uning ichida Dunyo bankasi birisi, yana birisi Xalqaro taraqqiyot Association deydi. Bu ikkisi shu boshqa davlatlarning hukumatlari bilan birga proyekt qilib ishlaydi. Hukumatlar bilan birdan
Qalan yana 4 ba ular xususiy şirketler bilan ishlaydi. Birisi IFC deydi, MIGA, ICSD deydi, aştaq ular 4 xususiy korxonalar bilan ishlaydigan ularga berib. Endi bu Dünya Bankı nima qildi desanglar, ularninki asosiy maqsadi bunda bir haddidan tashqari bo'lgan kambag'alchilikni, zo'r kambag'alchilikni dunyodagi yo'qotish, azaltish. Ularning asosiy maqsadi qanday qilib desangiz, moliya yordam bilan, texnik yordam, ishki yordam bilan orqali. Endi u yordamni qanday beradi desangiz, proyektlar orqali. Proyektlar deganimizda shu bir davlat berib, bu davlatga zodi nima kerak, eng muhimi qanday qilsa bu kambag'alchilikdan bular chiqadi deb shuni bilgandan keyin shuni loyihalab bu proyektni so'ng hukumatninki finance ministerlari bilan, moliya ministerlari bilan gaplashib, o'zimizning Dünya Bankidagilar bilan gaplashib, shular bilan undan keyin buni bular tasdiqdan o'tgandan keyin ularga shu nima berdi, 50 yillik muddati uzun tuvan o'simlik qarz. Ne pulumda berib qo'ymaydi. Uni masalan bir tosh yo'l yasaymiz desak, ya bir maktab yasaymiz desak, ya bir shunday bir proyektlarni qilish orqali ularga qarz berib, bu qarzni ular tutqizib qo'ymay, har bir proyektiga nima ketdi, ishlatadigan materiallarni shu materialni competitive bidding deydi, raqobatli savdo orqali. Masalan, shu irrigation deyli, sug'urish proyektiga bir mashin kerak bo'lsa, mashinaning materiallarini olish kerak. Shuni bir eng olmaganda 3 shunday mashinani beradigan, ishlab chiqadigan yerdan olish kerakda, uchininki bu mashinamiz qandaq, sifati qandaq, nima ishlarni qila oladi deganlarni, keyin bahos qandaq deganlarni bular yepig'liq konvert bilan avatadi. Avatganda uchini bir vaqtda ichib, shuning bilan qaysi yaxshi bo'lsa shuni tanlash. Uning bunday qilganining sababi 3-dunyolarda nima deymiz, corruption, mesela İngilizce yo'q ketmaydi. Xiyonat yomon eg'irganda, xiyonat qilish uchun. İşte Dünya Bankı'nınki ya o'zining davlatlarniki nimalarni shunda xiyonat qilishlar, shunday shu xiyonat qilishdan saqlanib, o'zing tunishtirib beryapmisan bu proyektni debchi. Cho'qim kimning yaxshi bo'lsa shunga bo'lsin deganlar. Saqlanib shunday qildi ekanda. Shunday qoidalar bor ekan. Shunday qilib shu pulni nima qildi? Odatda shu biz proyekt ishlagan chog'da haqlarda Dünya Bankı'da pulcuk maaşqı pul versanız, aşıq pul versanlar deb shunday deydi. Unda oson emas. Bizmi bir ekonomist turib, bir proyektni oldida berib, shu mamlakatlik shularning shu davlat berib, masalan Qozog'iston, O'zbekiston, Albaniya ishlagan davlatlar. Ama ishni qilamiz, mana bundaq ishlar deb Əmini yezib tayyorlagandan keyin ularni qo'shilsa, shularninki ministerlari, shu davlatninki mas'ul odamlari, ondan biz o'zimiz pul tepib, bu proyekt tayyorlab qilgan o'zimiz pul tepishimiz kerak. Dunyo mayda tayyorlab qilganga. Shuning uchun biz ekonomistlar shu ishni qilayotganlar beshidagilarga oson emas. Lekin biz Yaponiyada, Yevropada, u yerda shunday bir tashkilotlar bor. Biz modellarda su tozalash proyekt qilmoqchi, modellarda maktab chilish proyekt qilmoqchi. Shunga bunday ishlarni qilamiz. Buningki yaxshi yerlari, haqlarga keladigan natijalar mundaq bo'ladi deganlarni ko'rgandan keyin shunday bir foundationlarda, fond jamiyatlar bor, shular pul berdi. Shulardan 500 ming, 1 million ketadi uni tayyorlik qilishga. Tayyorlik qilgandan keyin, anadan keyin tutgandan keyin ular shu davlatninki hukumat odamlari bilan ma'qul bo'lgandan keyin bizningki o'zimizningki board of director deydi. Bir davlatdan kelgan
müştaq nimeleri oldu. Ulanın geçti. Hükümetin adamlarının ki bir grup adamı oldu. Şu grup adamga köstümüz ulanın anıdın ötkendin ki bu projektinin ki 100 milyon ketemdi. Adat şundaq ketdi. 50 milyon, 80 milyon ketemdi işte çoğun projektlerde. Şununla maqul bolduğanğa, şu qazga qol qoyduğanğa, şu devletninki Maliye Ministerliğinin adamlardan bir vekil əvəti Dünya Bankaga, o bir çoğun murasim, qol qoyuş murasimini qıldı. Qıqankin bu qaz şunun bilen bula qaz başlandı, projektini başlayımız. Bu projekti nereden başlayımız? Şu devlet özün bir grup adamlarını, texnik adamlarını şu projektini qıldığan. Özünki şu sahada qılab qalırğı da. Şundaqlarını bir grup adamının işləydi. Biz Mayaq Dünya Bankıda bir grup adam, onun nazarat qılıb durumuz qayadı. Şun bir yılda 3-4 qaytdan berib, közün keçirib bu proyektdə nəci bu adıdı, qançilik pul xəşləyən çağda hər bir xəşləyən pulunu lağa kerək pulunu berib durumuzda aldığan nəslən, həmin berib. Aysa bol. Dünya Bankıda qandaq adamların iş qaldı degan çağda birinciden şu G'arbiy ellarda o'qib invan tutaganlar. Doktorluq, yoki injenerlik. Shundaq, ham Dünya Bankida necha odam ishlaydi, biz ekonomist, injener bo'lib ishlaganlar, doktorluq tutaganlar, odatdagi sekretariyalar bor, keyin xizmat qilganlar. Ular uchun master o'qiganlar ishtaqlar. Ikkinchidan, 3-dunyoda turmush tajribasi bor. 3-dunyoda tushundigan odamlar. Şu dünyadan kelgen özüm, yizar işlep bakman, şu yaxtı bilmem. O şartım toşdu. İkinciden, ben Amerika'da 2 masterlik bir doktorluk okudum. Bu şartım toşdu da. Şunun için özüm hem dersim bir bakkan nezriye cihatım, praktik cihatım, xeyli pişip yetilgen. Şu yaxtı da şu şartım toşup, beni şunga imtihanıdım, öttüm, imtihan ağam kaldırdım. Şunlar netçe nesler bilen. Şunu qilib şu proyektlar bo'ldi. Men borgandan şu bizniki vatanninki texmat dissertatsiya yozganlar 92-yillar şu mana yana juturib qo'ygan boshqadan qilgan ish chiqdi ya. Yani ko'z tutg'ancha. Ya. Tapalamdım ki endi mal kompüterini o'zgartib Şununla o nerede kaldı bilseniz bu bir yerde bor. Hazır ekranda görünmedi ama. He. Ekranda görünmedi ama o bor. Meşedeme abay kompüter arkalık onu içirdim. Bay siz sizin internetiniz üzülüp ketken vaqtida men sizning mushundaq cho'ng yerlarda ishlashiningki sababi balki mush Uyg'ur ailesi cho'ng bo'lishi, andan keyin Xitoyning ahvolini bilishi, undan keyin Amerikaga kelib o'qishi, shular sabab bo'lgan bo'lishi mumkin deb taxminiy degandim. Ma Dünya Bankasida ishlashingizga shular sabab bo'libdi mana. Ha, shu endi. Ha? Şu şartımı o'tiratdim. To'liqlagan bo'libsiz. Şu şarait, şu şartımı yo'q, shundoq shundoq bo'lgandi. Mana qilsam chiqqandiki, endi mana topdim. Bu yerda turdi rasmana. Endi bu Dünya Bankıda men so'zgash turay, bo'lamdi, bo'lmamdi, endi men o'zim qilib boqaman. Share degan yeri borki. Share.
Endi chiqsa chiqdi, chiqmasa chiqmadi endi bu. Bilmedim qayerda sheerdaydi. Aslı tarafı qarsanız şu yerdə bak. Ya şu Dünya Bankasida qilgan bir necha rasmlar borda, bularni nim qilay deb ko'rsatgandim. Shu yoqda Tarimninki biz birinchi bo'lib ishlatganimiz shu Tarimninki irrigation sug'urish va drainage project. Uning kamda suv yerga singib ketish xavfi yomon chiqqanda, bu shuni tuzlash uchun bir uningga shu nazorat qilishga shunga Mablag ajratdı mı? Uning mablag ajratdi. Uningki bir 100 necha mingmi shundoq bo'lgandi. Uningki deymiz. Undan keyin mana mishada she'r desam chiqyapti bo'lmasa. Siz ekranni hazır bizni share qilyapsiz ekranni-chu. Ashundan keyin birinchi ekran emas, yan tarafda yana birisi bor, ikkinchisini qilsangiz. Endi qarab baqay. Bu emas. Sizga evet etsem qila olamsiz ya. Bana evet etseniz nimeden içip e-mailden belki qilishim mumkin. Gülnaz hazır vaxtımız mı buraya berip qaldı? Bundan qilmayli uni. Şu nimalarni ağza ketib o'tib ketayli amal yo'q endi. Doim bir ishlarni bitirdim-da. Endi o shundoq ishlar bo'lib ketdi. Undan keyin nimaningki irrigation drainage project bo'ldi, technical problem chiqib ketdi unda. Undan keyin nimaningki undan boshqa anankin Jungoninki shimoldan janubga yetkazgan ochiq yetkash u proyektlarni qildik. Undan keyin o'zimizning vatanninki yezilik taraqqiyot qilish proyektlari bo'ldi. Undan boshqa turpallarga bordik, bizning vatanning g'ulji taraflarga bordik, Qashqarlarninki, Tarimninki su nim qilish proyektlari. Sug'urish projekti, drainage projekti, yasash projekti bo'ldi. Ondan keyin chorvachilik projekti qildik G'uzda. Keyin Xotanninki shunda bir suv ichish, shunda bir test nemisi bo'ldi ekanda, ular nimalarmi su manbasi az bo'lg'ashqami? Su manbasi az bo'lg'ashqa, hayvonlarmi, odamlarmi bir ko'lchakdan suv ichidi ekan. Shuni bir elde manbak kuchab ketdim-da. Bir projekt qilib, suv manbasini tozalab beraylik, Xotanning yezlarinikini. Tuzsiq ichib, to'piq ichib, shunda bir nemichilikda vayronchilik, shunda bir kambag'al. Deb men shunda bir tirishdim uningga. Undan keyin biz cho'ngroq bir boshliq vaqti boshqa fakultet ishlaydigan u bir turk odamdi. Uning Beysami turib qara iching og'irsin shuni bir qilib. Shuni ikkimiz shunda tirishdik. Shuna o proyektni yujet nim qilib opadik matrabdan dunyo nim qilib opasaq Xitoyninki shu har bir proyekt hukumat bilan maslahat qilib ashlarni nim qilgandan keyin shularning qo'lida bo'lgandan keyin ularninki shu ministersi, finance ministersi, moliya ministerininki uni unmadi qara. Adam az, yak bunchik pul ketadigan buni qilsak faqat oz odamga ta'sir bo'ldi ekan. Agar bu pulni Sichuanga qo'ysak, Sichuanda odamjiq, unda munchlik odamga foyda bo'ldi. Unda jiqsonlik. Odamning soni ozga biz u yerga unda mablag'ni zoy qilmaymiz deb unmay qo'ydik. Shu bir muncha ishlar ketdi. Shuna men endi bir mazgil u yerda ishlagandan keyin O'rta Osiyo bilan Sharqiy Yevropaninki Sharqiy Yevropaninki shu proyektlari boshlandi, ularni qaytadan ayrılib chiqqandan keyin. Shuna men sen o'zbekcha bildigansan, qozoqcha bilsanka, qirg'izcha bildigansan deb men u yoqqa yetib ketdi.
Xitaycha bildiğanlar çıqaraqda. Andan bizning ayaqninki proyektini bilmaydiganlar. Endi paxtning proyektini qilib nima Qashqar tarafdagi sifatini yaxshilash. Onunkidan qilib hozir paxtninki gaplar bo'lardi-ku. U yoqqa o'tib ketgandan keyin shu O'zbekistonda paxtlarning sifatlarini yaxshilash proyekti ishidi. Ondan keyin Qozog'istonninkidimi, Tarimninki o'xshash suv sug'urish, suv jo'niga chiqarish, qaytarish uni. Parkı suga erishish. Parkı suga erishish, ondan keyin yeziglik kooperatsiyalarni taraqqiy qildirish. Tojikistonda shunga o'xshash Tojikistonda yerlarni isloh qilish, yerlarni tizimga oldirish. Uni men yer nimasida yozganni u paydo bo'lib qoldi, textbooklarga kitob yozgan. Ondan Qirg'izistonda banklarni isloh qilishni. Tojikistonda shunday qildik. Lekin Turkmanistonda shunday suv sug'urish, jo'niga qilish, banklarni isloh qilish, yerlarni, kooperatsiyalarni, yezik kooperatsiyalarni qilish shundaqlarga ishladim. Ondan keyin Albaniyaga yo'tkaldim, nimanikini, unda ishlandim. Albaniyanikida shu yeziklik mahsulotlarni taraqqiy qildirish ishladim. Nimaninki deymiz Eastern Europe, Sharqiy Yevropaninki. Endi bunda men 20 davlatninki 20 davlatninki qancha nimasi bordi? 32 proyektini ko'zdan kechirib, loyihalaganlarni qaytadan tekshirishni uni ibadim 6 oydan. Shu jarayonlarda masalan shu Qirg'izistonda ishlayotgan vaqtlarimda shu yoqlarda shu ikki vaqt oldida bolamiz birdi, keyin 2 bo'ldi, keyin 3 bo'ldi, yomon davomli sirtqi chiqib ketib, shu 2000 yil qadar 10 yil shu yerda ishlabdim. Men har bir kelsam 4-5 hafta ketib qoldim. Jirahiyalarga borgandan keyin bir davlatdan atlab mamiz. Borgandan keyin ma ishni qilib bo'lib, O'zbekistonga ishni qilib bo'lib Qirg'izistonga boramiz, yaqin bo'lgan ekan qaytib kelmay. Qozog'istonga boramiz, u yerdan vatanga o'tib ketdimiz, goyda 6 hafta o'tib ketdi. Kichik qizimni tuqqandim, shu 8 oylik o'sgan vaqtida shu Tojikistonga borgan. Bek eg'irga ishonsan. Shunaqa qaytib kelgandan keyin kepli 3 bolani tug'ib 3 oydan keyin yana 3 oylik bola uyda qolib qoldi-da. Har bir 5-6 aylanib kelsam bolam cho'ngilib qoldi. Uni ota-onam kelib qarashibdi, Amerikaga qiynatam kelib qarashibdi, yo'lishimni yaxshi qo'lladi. Burun to'y qilishdan burun ota-onam yaxshi qo'llagan o'qishtirimni. Anadan keyin to'y qilgandan keyin yo'lishimninki qo'llashiga erishdim. O'zimni ota-onam qiynaldim, biz kelib bolalar qarab uyning ishini qilib deganda. Shundayda har bir kelsam bolalar bir og'rib qoldi-da, bolalarim. Kelsamlar. Men qiynalik etdi Shuhrat uyda o'tirib, shuning bilan uyda ham xizmat qilib, ham bolalar bilan uni o'zining ishini eg'ir. Shuning bilan bu dunyoga to'xtab, men endi shu sirtqi to'g'ri chiqmaydigan bolalarimga qarashim kerak, bolalarim cho'ng'at. Bolalar tarbiyalash muhim deb sirtqi chiqmaydigan ishni qilay deb shu paycheck qildigan Wall Street'ninki shundan proud shu ishni 2000 yildan boshlab shu ish boshladi. Ham shu bolalarninki hozir bolalarning gapi chiqib qoldi. Shu bolalarninki gapini degancha odam o'zimizning sharoitimiz cho'ng'igan, siz bilasiz qanday sharoit cho'ng'igan, gapirimiz qanday. Nurg'un ishlarni o'zim qilmaydigan ishlarni qilamaganlarimni men shu bolalarim orqali o'zim amalga oshirdim-da. Demişler bir kichik bir bo'shiklar bor Amerikada, naturallik. Hech vaqtimda bo'shiklarni da bir rasmlarni ko'rib qolsam hayron qilardim-da. Bolalar shunda o'zim o'ynamagan o'yinchiqlarni, o'zim o'qamagan masalan muzikalarni bolalarimga
Adam kızırmı reallan ügetdik, skrip ügetdik, dutta, tembir, hemen müzikini aldık. Uygun ben diyen hemisini ügettik, gitar, hemen ügettik. Resimsiz ayımız, resimsiz ay nemisigim evettik. Her xil tenterbeler yapardık, evettik. Mesela su üzüş, konki diyeliş, kağıt diyeliş, futbol, soccer degan Amerikanın her xil nemelerini. Ondan başqa məktəbinin sırtı her bir musabıqlarga balla qatnışımız yani. Şembe günü şöhretçimiz may ballarını toşuduk. Qayaga musabıq olsa şu yaga. Bugün ne varslar uyaga apırımız, bir yaga apırımız, şu işimiz şu oldu. Dersten qılıbın ballarga biz özümüz şərait yartıb edik atan olan dikin. Şu bilen tən okusunmuşlardan qamusu. Şu ha. Qılalaydı. Oxşay şey, yaxşı rayonda otladık. Bu yerde rayonları bölüdü o her yerninki. Belki. Yaxşı rayonda otladık. Ballarını yaxşı məktəblərə bərdik başlanğıç otlar məktəblərdə. Həmmə fəaliyyətləri apadık. Həmmə işlərə amma oxuşlarını öz qıldı. Oxuşun imtahanlarını tayarlaşını, oxuşlarını öz başlanğıçlarda anca bir yardım qalmışaq otlar məktəb çıxqandan keyin ularınki başqa işə yardımı verəmidik. Öz qıldı. Ondan başqa yana dinni muntiqamısın dep öyge din malını təklif qılıb İslam'ı öyrətdik ballara. Ayda bir rəsmlər batdığını tapamıdım hazır, çıxıramıdım kompüterini özgərtib etkendik. Qaldım ki, ballar oturup hep 9 qaqda kiçik kızım bilen oğlumla üçümüz ömür acı qıp geldik berip. Şunun üçün o kiçik kızım mu 5 vaxt namaz oğlumu şundaq kiçik kızım yağlıq çıxıb жүрді. Şunda ögendi o balla. Onu dikin özümüzünki küçümüzün boyunca dünyanı göstərdik, dünyanı göstərdik. Türkiye'ye apadık, vətənə necə apadık, şu vaxt vətənə bir iş mümkün vaxtlarda vətənə vallahi. Avrupa'ya apadık, Paris, London degen, Kanada, Meksiko, yenimizge dövlətlərə. Əmdi bu yıqınınızı vətənə baramağan dikin aldın qışın Özbekistan'a apadık. Ulan kör boy bula biz oxşaş millətə, köynək yedik, dop yedik, nayaqıdık. Larma yedik. Larma yedik, polo yedik. Da vallahi heyran qaldı vətəndə sığınıb. Şunu körüp bir xil baş vətənən qayta alamızmı da sorap qoydu bak. Oğlum budamış qış tətildim kəgən apayanı qayta alamızmı biz. Yəni körələrimiz müşaq tıqqalan tupraqlarını edib. Sığındı ballarımı Amerika tuldu. Çıxıb məvzəm şöhrəçkimiz küçümüzdən boyunca həm öz qismətimizin qıb həm ballar qaşda qıldıq. Həm də qağını ballar özü bağlı ulan çoğ oldu, öz aldıq aldı. Dep oyladığımızda hem de ben ballarga daydıgan tavsiyerim Amerika'daki diasporadaki özünki kimligini unutup kalmaslık gerek. Özün tilini unutup kalmaslık gerek. Bir ne çıkıyor? Örf adetini unutup kalmaslık gerek. Örf adetini unutup kalmaslık gerek. Örf adetini unutup kalmaslık gerekmiş. Bir ne yerde uşaq ballarını köydüm. Mişek kaygan adamları yok ballarım. Dula bir xildi xansuç yapıp gitip bardı. Qarsam xansaplı acığı burun vətəndə. Hem de tilini biz bir millet bulup gitimiz hep öğrenemiz. Englis çükünüp gitimiz yemeğimiz. Xitay yok gitimiz yemeğimiz. Bu pakatla şu milletini düşünüş bir kural. Şunun üçün özümüzünki tilini qilishni, Uyg'urcha til qilish, gap qilishni o'zi nayt muhim ballarga deydigan gaplarimda. Shunga maktabda ünvanlarni cho'qim bitirish kerak, bir texnik o'rganish kerak, oddiy bank hisobotlarni qilish kerak, pulni qanday tutishni, qanday muomala qilishni. Nayt muhim. Bu to'g'risida men bir necha qaytim burun shivadan ochiq vaqtlardimi WeChat'da arqılıq qanda ballarga pul tutuşni öğütüşni, pul başqurishni öğütüşni leksiyamı sözlegendim. Qanda kasb tanlashni sözlegen. Shunda bir oddiy bir narsa bor. Shu cho'qim endi
biz nurgun bedellerini töləb, vətənni görəmək, vətəndəki tuqqanlarını görəmək, bana 3 yıl oldu vətən gəlirəm bilən paranlaşmaqni. Şimdi 3-cü, 17-ci ili üzv etkən biti hazır qədər bilməyimizsə. Hamımız şu. Çoğun bedellerini töləb oturup tıxmaya adam deməkdir ki, balla çoxum oqub, şu dünyaya tonuğudək adam oluşunu kütümə. Bulma Amerika tulğalla, Amerika kişiyə gələ şərait yaxşı biznikdək əməz. Bizim öldüğümüzlük məyə gələn çağda. Şundaqlarını bir digim gəldi ballağa. İş qılıb, Amerika atallardan xeyli xoş mən. Amerika nurgun atallar ballarını yaxşı tərbiyələb, yaxşı məktəblər oxudadılar. Məsələn, mənim qızım Harvard'da oxudu, MIT'də oxuyan qızlar var, Yale'da oxuyanlar, Stanford, Cornell'da, işte özürü cəbba çəksiməm Amerikada oxub kəlgən atanlar ballarını yaxşı oxudadılar. Nəhayət xoş buldum. Dünyaya tonulğudək şu sahəyə kirişimiz gerək. Biz kirəmidik yuqur sahə nimələrə. Əmmədən palançikə, uyğu gəldi gedək üçün ballar qılalaydı. Ballar qılalaydı. Şununla ballarını tərbiyələş nəhayət mühim. Texnik cəhətləməz, qanda adam buluş yəni. Qanda adam buluş nəhayət mühim. Qay adamlar teknikdə mən şu qurğandan qanda adam buluşunu biz bilməyid qalamı ba. Bizim kimligini unutup qalmaslığı. Şularını təvsiyə qılma. Öngün yana bir sidəb qoyduğunum axırda. Biz ayallar, siz biz, başqa analar, biz ayallarının ki sapası, şukur sapalıq buluşumuz, mükemmel, əla ayal buluşumuz özümüz üçünləməz. Özümüzün ki ailesiga təsiri var. Nəhayət zor təsiri var. Həm neçə evlatqa bir təsiri oldu. Zor təsiri oldu. Həm şu bir millətinin ki sağlıq ballarını qılıb çıxışı, tərbiyəlişigə zor tökümüz oldu. Şunun üçün ayallarının ki öz mükəmməl oqub sapalıq buluşu ayallarının ki ərlərdə mühim də bu. Oylayım mən. Da mühimdir bu. Şunun için bütün ayallarının ki salamet buluşunu, turmuşunun ki yaxşı buluşunu, xatırcam buluşunu çin könlümdən tiləyim. Köp rəhmət. Sayılar baktı, mən ularını görsəmədim, yəni bir gün fürsətlər bu. Şu mağul kompüter özgətkəninizi anca üzülmedi ki, kompüter çataq çıxdı. Üzülmedi, faqat üzülmedi, nəhayət yaxşı oldu. Amma bu Wi-Fi turudu anında, siz turup yoqab getdiniz, şundaq olub qaldı. Köp rəhmət, Gülnaziya, bugün nəhayət yaxşı bir söhbət oldu deb oylayım. Bəzi internetnin ki bizə qılğan bəzi bir çaxçaqlar oldu. Ondan başqa nəhayət yaxşı oldu. Həqiqətən sizin həyatınızı Uyğurlara və Uyğur ayallara fürsət verilgəndə dünyadakı zamanəvi xidmətlər və sahələrdə nurgun işlərini ən üstün səviyyədə və məsuliyyətçanlıq bilan orundayalaydıqanlığını göstərib verdi sizin həyatınızı. 1000 yıl burun bizim Yusuf Has Hacı boğumuzmu bəxt saadət keltirdiğən bilim degan Qutatqubilik adlı əsərdə qayerdə idrak bolsa ulug'luqqa erişidi, bilim kimdi bolsa o büyüklükə erişidi deb yezib ketganki 1000 yıl burunqi əsərdə. Haqiqatan bilim egallash siz aviya deganga o'xshash oldi bilan bir ailədən bolubmu ayollarning bilim egallashi bir ailə üçün albatta o'zi üçün, ailesi üçün, onundan keyin eng muhimi bir millat üçün nəhayət muhim. Çoxum sapalıq analardan boluş kerak. Çoxum dünyada nemişlər bolatqanlığından xəbəri var ayollardan boluş kerak. Çoxum oxuyduğan, kitap gördüğən ayollardan boluş kerak. Və bununla birlə yana bir ailəni özünki örf-adətlərinə sadiq, ballarına ügütərligidək dərəcədə özünün örf-adətlərini bildiğən, onundan keyin özününki anılıq vəzifəsini yəni unutub qalmaydığan şundaq analardan bolup yetiliş gerek. Ve
Sizin hayatınız muşundaq bir mən deganlarimni qilalaydigan ayollarninki, analarninki yetişib chiqadiganligini ko'rsatdi. Haqiqatan oilaning ishi oson emas. Abiyamsiz degan ash bolalarni olib borish, akrish deganlar mening ko'z oldimda shunchaki o'tib ketdi. Shanba yakshanbasi yo'q ana deganning. Ta'tili bayrami yo'q. Shu bolalar uchun aytaq sehbar bo'ldigan gapga hamdi. Bu hamda kelgusi avlodlar degan millatning kelgusi. Sizga o'xshash tunib yetgan buning ahamiyatini tunib yetgan analar hamda dadimi sizningki yo'lishingizmi siz billa shuhratga shunchalik cho'ng oila uchun töhfa qo'shibdi. Ama shu dadalarmi buni hamda tushunib yetgan nurg'un dadalar bor deb o'ylayman. Shu bir millat bo'lg'achqa bizning bolalarimiz bir millatning kelajagini tamsil qilg'achqa, shuning vakil bo'lg'achqa hamda shu bolalarni yaxshi yetishtirish bu millatninki taqdiri bilan munosabatli. Hozir hamda bizning ahvolimizni siz ozroq deb o'tib ketdingiz. Hammamiz bilib turyapmiz. Bizning haqiqatan bek echinishli ahvolda turyapmiz hozir. Bizning bolalarimizning umidimiz texmo ko'p. Ularning ustidagi zimmasidagi vazifa texmo og'irlashdi. Shuning uchun biz ularni yaxshi tarbiyalaymiz. Biz ularga nurg'un narsalarni o'rgatamiz. Oldi bilan o'zimiz o'rganamiz, o'zimiz bilmagan narsa ularga o'rgatmaymiz albatta. Ondan keyin ular Xudoyim buyursa kelgusida siz degandek texmo cho'ng ishlarni qila oladi. Men bunga ishonaman. Endi sizlarga o'xshash ziyolilarimiz bu bir yo'lni yo'l ochib berdi. Endi buningdan endi mangadigan, buningdan bu yo'lni davomlashtiradigan, bu yo'lni texmo dog'dam, texmo parlaq bir yo'l qila oladigan bizningki avlodlarimiz. Ko'p rahmat. Shundoq, rahmat sizga. Rahmat sizga. Qadrli ko'rurmanlar, bugun biz bir Uyg'ur qizning Dunyo bankisiga tutashgan muvaffaqiyatli hayot sergilashisi va hikoyasini angladik. Bu yakshanba kundami qimmatli vaqtinglarni bizga ajratib bu programda biz bilan birga bo'lganligingiz uchun ko'p rahmat. Oxirida Gulnaz xonim sizga, oilangizga, ekran ortidagi hurmatli ko'rurmanlarga salomatlik, muvaffaqiyat va xotirjamlik tilayman. Hammanglarga ko'p rahmat. Rahmat sizga. Programda ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Xayr, xo'sh.